Ha xola, vijdoningiz bormi? 3 oydan beri arenda pulini to'lamaysiz, ha? Voy bolam, keling, yaxshimisiz? Qo'ying xola shu salomatligingizni, undan ko'ra pulni bermaysizmi? Betingiz ham qattiq ekan. 3 oydan beri 1 so'm bermadingiz, ha? Uyaling ozgina. Nimalar divos? Onamga ham shunaqa muomala qilasizmi? Menga qara, onangga shunaqa muomala qilishim yoqmayaptimi? Unda arenda pulini joyida to'lab qo'yinglar. To'laymi o'sha arenda pulini. Qaytib onamni bezovta qilma. Menga qara, shart qo'ymagin menga. Xohlasam hozir chiqarib yuboraman. Sallaga ertaga kechgacha vaqt. Arenda pulini to'lamasalaring uyni bo'shatib qo'ylaring. Vijdonsizlar. Ona, yaxshimisiz? Yaxshimisiz onajon? Qizim, hammasiga men aybdorman. Nega unaqa deysiz onajon? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizni dunyodagi eng baxtli ona qilaman. Abdazim aka, siz yoningizga kelishimdan maqsad menga pul kerak. Ziyoda nimaga kerak pul senga? Tinchlikmi? Abdazim aka, ertaga ijara pulini to'lamasak, onam bilan meni ko'chaga chiqarib yuboradi. Ko'chada qolamiz. Ziyoda, arenda pulingni to'laymiz. Aytmoqchi, sen bilan onang uchun menda bitta zo'r yangilik bor. Yurgin ko'rsataman. Abdazim aka, nega ko'chga keldik? Ziyoda, bu yer seni orzularingni amalga oshiradigan joy. Yur kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar o'tiringlar. Choy ichasizlarmi? Kofemi? Yo'q, shart emas. Bizga hamyonbop uylaringizdan ko'rsating. Xo'p bo'ladi. Hozir tanishtirib o'taman. Men sizlar uchun hamyonbop bir xonali uyimizdan tavsiya qilaman. Bir xonali uyimiz maydoni 41.58 metr kvadrat bo'ladi. Uyimiz tayyor remontlangan holatda topshiriladi. Abdazim aka, rostdan olamizmi? Faqat to'lovni nima qilamiz? Yosh oilalarni o'ylagan holda biz boshlang'ich to'lovni arzon qilib qo'yganmiz. Hamda 7 millionlik kupon ham bor. Tushunarli. Unday bo'lsa bizga bir xonali uyingizdan rasmiylashtirib bering. Xo'p bo'ladi. Abdazim aka, rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Sen xursand bo'lsang bo'ldi Ziyoda. Ketdik. Men maqsadimga erishdim. Endi onamni kirib xursand qilaman. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom, ke qizim. Yaxshimisiz onajon? Onajon, endi biz ijarada turmaymiz. Qanaqasiga qizim? Nomer 1 kommuniki domlaridan uy xarid qildim. Rostdanmi qizim? Xuddi rahmatli otangni o'zi bo'lding bolam. Balki otanglar eshitib turgandir bu gaplarni. Rahmat qizim. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman.